Assalomu alaykum, hurmatli ushbu kanalga nima ekan deb adashib kirib qolganlar yoki har doimgidek darslarni kuzatib boruvchilar. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling va bu qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizlarga bugungi darsni har doimgidek tushunarli va aniq qilib yetkazib berishga harakat qilaman. Xullas, bugungi darsimizni sizga ism sharifini tanishtirsam, ingliz tilida simple past tense, ya'ni oddiy o'tgan zamon deyiladi. Past degan ma'nosiga keladigan bo'lsak, o'tgan zamon va o'tmish degan ma'noni bildiradi. Demak, o'tmishga sayohat qilamiz. Qani, unda ketdik. O'tmishda odamlar ushbu holatda hayot kechirishgan. Voy, uzr. Biz tarix darsiga o'tib ketdik. Ya'ni men sizlarga bugungi mavzuni, ma'nosini, nomini tushuntirayotgan edim. Xullas, chalg'imaymiz. Bugungi mavzumizning nomi o'tgan zamon, simple past tense deyiladi. Biz o'tib ketgan ish harakatlarga va voqea hodisalarga nisbatan o'tgan zamon, ya'ni simple past tense deb ataymiz. Misol uchun, kecha do'stingiz bilan uchrashdingiz. Demak, uchrashuv kecha bo'lib o'tdi. Uchrashuv kecha o'tib ketdi. Bu ham o'tgan zamon. Yoki 2 soat oldin o'zingiz yoqtirgan qo'rqinchli kinoyingizni ko'rdingiz. Bu holat ham o'tib ketdi. Yoki hozir ushbu video darslikni ko'rib bo'lgach, hozirgi daqiqalaringiz ham o'tmishga aylanadi va o'tgan zamon hisoblanadi. Ana endi mavzuni tushunishda o'tgan zamonda gap qanday tuzilishini ingliz tilida ko'rib olamiz. Demak, boshladik. Hozir esa xohlagan fe'limizni misol tariqasida olib, uni o'tgan zamonga aylantiramiz. Misol uchun, o'ynamoq. Play degani ingliz tilida o'ynamoq degan ma'noni bildiradi. Biz mana shu fe'lni o'tgan zamonga aylantirishda ed qo'shimchasidan foydalanamiz. Ya'ni play, played. I played chess yesterday. Men kecha shaxmat o'ynadim. He played chess yesterday. U kecha shaxmat o'ynadi. They played chess yesterday. Ular kecha shaxmat o'ynashdi. Mana shunday qilib, fe'lni tarkibiga o'tgan zamonda aylantirish maqsadida ed qo'shimchasi qo'shilib borilaveradi. Ushbu mavzu katta mavzu hisoblanadi. Bugungi darsga yetarlicha bo'ldi deb o'ylayman. Sizlarga vazifa sifatida gap tuzishni qoldiraman. Keyingi darslarni ko'rishni xohlaganlar o'z izohlaringizni kommentariyada qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Like bosishni unutmanglar.